Boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Qodirova Mehriniso Kattaqo'rg'on tumanidanman. Oxirgi ish joyim Kattaqo'rg'on tumani qishloq xo'jalik xo'jaligida bo'limida zemlyamer lavozimida ishlaganman. Mutaxassisligim agronomiya. Oliy ma'lumotli bakalavr. Ushbu nomzodimiz Ishtixon tuman bo'lim boshlig'i vakant lavozimga ariza topshirganlar. Marhamat Ilyos aka. Ilyos Amirovich, marhamat, boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Mana birinchi savolim. Karantin begona o'tlarni sanab bering. Karantinda begona o'tlar begona o'tlar 3 xil bo'ladi. 3 ta. Daftardan qarab gapirish shart emas, tayyorlanmadingizmi? Ertaga Begona o'tlar idoralarini aytyapsizmi siz? karantin O'zbekistonda Ha, O'zbekistonda uchraydigan karantin begona o'tlarni aytib bering. Daftaringizga yopib qo'ying. Zarbichak, kakra, amboza. Ikkinchi savolim. Mevali bog'larning asosiy kasalliklarini aytib bering. Mevali bog'lar asosiy kasalligi asosan shirincha kasalligi tushadi birinchi o'rinda bahorda. Shirincha kasalligi yo'q bog'larda. Shiratrepsda shiratrips kasalligi bor. Shiratrips kasalligi emas, bu zarakonda bu, hasharot bu. Uzumda oydum kasalligi bor asosan bog'larda. Kattaqo'rg'on tumanida ko'pincha toklar ekiladi. Men sizdan bog'larni so'rayapman, uzumlarni so'raganim yo'q. Mevali bog'larni so'rayapman. Mevali bog'larda olma kasalligi bo'yicha unshudring kasalligi tegadi birinchi. Barglarni birinchi aniq qiladi, zararlaydi. Uni dorilab turish kerak, anaqa bo'ynan. Fungitsidlar bilan. Fermerga siz aytgan dori bo'yicha fermerga tavsiya bering. Nima deb tavsiya berasiz? Dorilash kerak deysizmi? Fermerga tavsiya berishim birinchi o'rinda o'sha fungitsid dorilar bilan dorilash kerak, instatsidlar bilan dorilash kerak hasharotlar bo'yicha. Siz tavakkal gapirmang. Men kasallik haqida gapirsam, siz zarakondaga o'tib ketyapsiz. Kasalliklari bo'yicha asosan fungitsidlar bilan dorlash bo'yicha yana. Hop, misol keltiringchi. Zombir kasalliklari bo'ladi. Keyin unshudring kasalliklari bo'ladi. Keyin boyagi rak chirish, ildiz chirish kasalliklari bo'ladi. Mana keyingi savolim. Lardan bo'ladi asosiy. Keyingi savolim. G'allani asosiy kasalliklarini aytib bering. G'allani asosiy kasalliklari, eng asosiy kasalliklari zang kasalligi bor. Bu havoni sariq zang, qo'ng'ir zang, unshudring kasalligi bor. Havoni o'sha namlik harorati 65-70% ga borganda u zang kasalligini qulay payt hisoblanadi. U sporalarning ko'payishiga. O'sha sariq zang asosan bagni uzunasiga chiziq bo'lib tushadi. Ularning farqi agar o'sha gullash davrida tushsa, bug'doyda asosan bug'doyda poliyani gullash davrida zang kasalligi tushsa, 35-40-80% gacha tushsa, hosilda 10% dan 40-50-60% gacha zararlaydi, hosil yo'qotish bo'ladi. Uni vaqtida o'sha kasalliklarga fungitsid dorilar bilan dorlash kerak. Asosan o'sha Titulduo degan anasi bor, suyuq dorisi bor. O'sha dorilarni vaqtida dorlash kerak. O'sha sporalarni qilishga oldini oladi, ko'payishini. Keyingi savolim. Karantin zarar-kunandalarni sanab bering. Karantin zarar-kunandalari 7 ta bo'ldi. Zarar-kunandalari
asli yettita obyekt bilan zararlanadi. Karantin obyekti. Bitta o'sha anovligi bor. Hurmatli nomzod, mikrofonga yaqinroq gapiring, iltimos, bizga eshitilmayapti. Yoki pastmi qanaqadir ovozi. Karantin zarar kunandalari yettita karantin zarar kunandalari bor. Sanang, mana Samarqand viloyat boshqarmani peshtaxtasiga yozib qo'yibdi 7 ta zarar kunandani. Kiraverishingizda. Daftaringizni yopib qo'ying, hurmatli nomzod. Zarar kunandalarni bu soha menga hozircha yangi soha bo'lgani uchun u darajada ichki anovlarga to'liq hali unchalik tanish emasman, lekin harakat qilaman hozirdan o'zi anov qilishga, ishlashgada. Fotiga agar savollar bo'lsa marhamat. Mana savolim tugadi. Hurmatli nomzod, savolim shundan iborat. Mana ayni damda hozir nam havo, yomg'irli havo ko'p kuzatilyapti. Mevali bog'larda ta'sirini siz mutaxassis sifatida qanday baholaysiz? O'zingiz fikringizni bering. Mevali bog'larda namgarchilik o'sha ko'paygan sari o'sha asosan shiratrips kasal anosi hasharotlar tushadi ko'pincha. Yomg'irli havodan keyin qilish kerak. O'sha dorilab turish kerak-da. Kasallikka birinchi o'rinda zombor kasalliklari bor. O'sha kasalliklarga fungisit, instasit, hasharotlar ko'payadi. Mana shirincha tushishlari, keyin boyagi ularga kalarada qo'ng'izlari bor, ildiz qurtlari bor. Shularga kasalliklarga qarshi, hasharotlarga qarshi ishlov berishni tavsiya qilaman-da. Mevali bog'larda eng ko'p tarqaladigan bu zamburug'li kasalliklardan, to'g'rimi? Zamburug' kasalliklari bor, o'sha barglarda. Qaysilarini bilasiz zamburug'li kasalliklardan mevali bog'larda? Bu havoni mana oqibatida juda ko'payadi. Endi yog'ingarchilik juda ko'p bo'lyapti. Zamburug' Qanaqa moyli preparatlar bilan ishlov bersa bo'ladi? Zamburug' kasalliklariga ko'pincha shu tuproqda zamburug'lar rivojlanib, ildizlarda zararlanish hisoblanadi. Ildizda asosiy qismlarini zararlab, boyagi anosini po'stlog'ini chiritish bo'yicha ildiz chirishi bo'ladi. Keyin barglarda sarg'ayib, boyagi mayda ildizlarini zararlab ingichkalashib. Hurmatli nomzod, bilsangiz gapiring. Hozir barg yo'q-ku daraxtda. Hozir shu tuproqda o'sha nima edi? Zamburug'lar nam ko'p bo'lganligi uchun rivojlanib, o'sha ildizlarni birinchi o'rinda zararlaydi. O'sha tuproqda agrotexnik ishlov berish kerak. Birinchi ishlov berish, agrotexnik ishlov berishda shudgor qilish, ag'darish taklarini, undan keyin suv qo'ysa o'sha. Hozir tushundim. Mana hozir siz nomzodingiz ko'rib chiqiladigan tashkilot lavozim to'liq nomini ayting. Nima dedingiz? Qachon tashkil bo'lgan bu tashkilot? Samarqand viloyat o'simliklarni himoya qilish karantin boshqarmasi. Qachon tashkil bo'lgan ekan? Samarqand viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi. Yaxshi. Bizda qo'shimcha savollar mavjud emas. Rahmat. Studiyada yo'qmi savol? Shomurod Bahromovich, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, birdekashimiz. Yo'q, savollar yo'q. Mayli, o'sha nuqtani o'qitirsin, keyin shunga qarab balini keyin jo'natib yuboramiz-da lishkasiga. Hurmatli nomzod, komissiya a'zolari tomonidan berilgan savollarga e'tiroz yo'qmi? E'tiroz yo'qmi? Yo'q. Suhbat natijasini kadrlar bo'limi orqali yuboramiz. Salomat bo'lasiz.
Mayli, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Keyingi nomzodimiz Yadgarov Sunnatullo Abdusalomovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qisqacha o'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Men Yodgorov Sunnat Abdusalomovich 1990-yil 10-yanvarda Samarqand viloyati Shuhrat tumani Avletipa qishlog'ida tug'ilganman. O'rta maktabni 2008-yil tugatib, shu yili Samarqand qishloq xo'jaligi institutining fermer xo'jaliklarini boshqarish va yuritish yo'nalishiga o'qishga kirganman. 2012-yil tugatib, Shuhrat ijtimoiy iqtisodiyot va servis kasb hunari kollejida kasbiy fan o'qituvchisi lavozimida ishlaganman. Undan keyin 2019-yildan boshlab Shuhrat tumanida Shuhrat yerlar fermer xo'jaligida agronom lavozimida ishlaganman va agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasida Shuhrat tuman bo'limida agrotexnik tadbirlarni nazorat qilish yetakchi mutaxassis lavozimida ishlaganman. Hozirgi kunda o'simlik karantini himoyasi Samarqand viloyati o'simlik karantini himoyasi va boshqarmasi Shuhrat tuman bo'limida zararli organizmlarning tarqalishini prognozlashtirish va monitoring qilish bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimida ishlab kelyapman. Siz qaysi nomzodlikka hozir nimangizni qo'ygansiz? Yo'nalishga nomzodingizni qo'ygansiz. Ishtixon tuman Shuhrat bo'limi. tuman bo'lim boshlig'i. Marhamat, bo'lim boshlig'ining vazifalari, funksiyalari hamda majburiyatlari qisqacha gapirib bering. Qaysi qaror bilan tasdiqlangan va qanday tartibda amalga oshiriladi tumanning vazifalari? Tumanning vazifasi nima deb iborat? Ilyos aka, sizga eshitilyaptimi? Eshitilyapti, lekin gapirmayapti-da, nimagadir qotib qoldilarmi? Tuman bo'lim boshlig'ining vazifasi. Mana siz hozir borib tumanda ishlayapsiz-ku. O'sha bo'lim boshlig'ingiz vazifasi nimadan iborat? Qayerda yozilgan o'sha? Qayerda kiritilgan? Qaysi nizomimizda bor? Nizom qaysi qaror bilan tasdiqlangan? 311. Yozilgan. Tuman bo'lim boshlig'i nima ish qiladi o'zi? Qurib borib o'tirib maza qilib o'tiradimi? Pashsha qo'raydimi, nima qiladi? Ertaga bormoqchisiz hozir havas qilib shu yoqqa. Nima ish qilasiz? Shuni so'rayapsiz. O'qidingizmi o'shani? O'zi o'sha tuman bo'lim boshlig'i bo'lsa, men nima ish qilishim kerak ekan degan savolni so'rayapti. Keyingi savolni bering. Shuhrat aka, keyingi savolga o'tamiz. Menimcha shoshyapman. Savolim eshitildimi? Yo'q, eshitilmadi Shuhrat aka. O'zbekiston Respublikasining fitosanitariya talablari Shuhrat aka, ovozingiz sal o'ynab kelyapti-da, yaxshi eshitilmayapti. hozir menda antena emas, yaxshi emas edi. Ilyos aka, savol
ilyos Assalomu aka alaykum, siz hurmatli nomzod. Mani birinchi savolim karantin zararkunandarini sanab bering. yetti. Xo'p. Sanang. Sitrus oq qanoti, Kaliforniya qalqandori, Keyingi savolim. Uzumzorlarning asosiy kasalliklarini aytib beringda. savol qaytara olasizmi? Uzumzorlarda tushadigan asosiy kasalliklar. Uni tushuntiring. Yana, Uzumzorlar ko'proq tushadi. xo'p. Shu kasalliklarga aytgan kasalligingizga fermerga tavsiya beringchi, qarshi kurash bo'yicha. uni shudringni ko'rdingiz bog'da o'sha tokzorda. Nima deb tavsiya berasiz? Nima qilish kerak fermer? Kartoshkani asosiy zararkunandini aytib beringchi. Kolorado qo'ng'izi asosiy zararkunandasi Kolorado qo'ng'izi bilan ko'proq Yana kartoshka kuyasi ham tushadimi? tushadi. Shu xo'p tushdi, Colorado qo'ng'iz tushdi. Sizga telefon qilyapti. Siz tuman bo'lim boshlig'isiz. Mhm. Aholi tomorqadan telefon qilyapti. Mana kartoshkamda Colorado qo'ng'iz tushib ketdi. Men nima qilsam bo'ladi deb savol beryapti sizga. Siz o'sha aholi tomorqa egalariga tavsiya berishingiz kerak. Ha, Tavsiya bering. aholi xonadonlarga tushgan vaqt yer maydoni ko'p bo'lmagan taqdirda uni qo'l mehnati orqali ham terib olish mumkin hamda kimyoviy ishlov berishimiz ham mumkin. Agar kartoshka ekilgan maydon ko'p bo'lsa. Nima kimyoviy ishlovlarni tavsiya qilasiz? Preparat misol keltiringchi. Masalan, karatis sepishimiz mumkin. Hop, yana karate degan preparatlar ro'yxatdan chiqib ketgan hozir kecha kunduzda. Esingizdan chiqarmang. Keyingi savolim mevali bog'larning asosiy kasalliklarini aytib bering. Mevali bog'larda qalqondor kasalligi. Qalqondor kasallik emas, zararkunanda u. Shomurod aka, mana boshqa savolim yo'q. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Rahmat, yo'q savollar yo'q. Marhamat, uni qo'ysangiz bo'ladi. Sizda komissiyaga berilgan savollaridan e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q. Shundan mana chiqavering, sizga anavingizga lichkangizga yozib jo'natib beramiz. Mana uni darmoz yana bormi? Keyingi nomzodimiz Namozov Asadbek Jumanazar o'g'li. Mana bu. Bu kishi nimaga? Bu kishi nimaga?
Samarqand Ayting, Narpay ayting. tuman bo'limi fitosanitar nazorat davlat inspektori vakant lavozimga ikkita tumanga ariza qoldirganlar. Hurmatli nomzod, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Samarqand viloyati Narpay tumanida tug'ilganman. 2000-yil 4-oktyabrda Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetini agronomiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitirganman. Agronom, Qayerda? fermer xo'jalikda, Sodiq fermer xo'jaligida agronom bo'lib ishlaganman. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Mana birinchi savolim. G'o'zani asosiy zarar-kunandalarini aytib beringchi. G'o'zaning asosiy zararkunandalariga 19 ta zararkunandasi bor. Beda yoki akatsiya shirasi, beda qandalasi, gamma tunlami, g'o'za oq qanoti, g'o'za shirasi, karadrina, itala yoki voha chigirtkasi, marokash chigirtkasi, kuzgi tunlam, osiyo chigirtkasi, keyin bundan tashqari yashil temirchak kabi zararkunandalar g'o'zani zararkunandalar hisoblanadi. G'o'zada shira tripis bor. Fermer sizga telefon qilyapti. Mhm. Qarshi kurash bo'yicha nima qilsam bo'ladi deb savol bersa, nima deb javob berasiz? Un shudringmi yo Kelatirib. Yo shira tripisga qarshi. shira tripsi bo'lsa, asosan ularni shu bir nimaga shira bitti deb nima qilingan bo'lsa, ularga qarshi kimyoviy qarshi kurash chora tadbirlari qo'llaniladi. Shira bitlariga qarshi. Va kimyoviymi, biologik ishlov berish mumkinmi? Biologik, kimyoviy, bundan tashqari agrotexnik qarshi kurash ham olib boriladi. Nima tavsiya berasiz biologik kurash bo'yicha? Unga shu ro'yxatda turadigan preparatlardan Biologik kurashga preparat yo'q-ku, bormi? biologik qarshi kurash bo'lsa, biologik qarshi kurashda oltin ko'z, foydali entomofaglardan oltin ko'z, trixogrammalarni 1.10, 1.20, 1.15 nisbatlarda gektarlariga shu ularni foydali hasharot nimalarni chiqariladi. Shu yaxshi samara beradi shu. Ko'sak qurtiga qarshi kurash bo'yicha nima tavsiya bera olasiz? Ko'sak qurtiga qanaqa biologikmi yo agrotexnik? Birinchi biologik kurashni gapiring. Ko'sak qurtiga asosan shu unga ham oltin ko'z, trixogramma larni nima qilinadi, keyin foydali hasharotlarni dalaga jalb qilinishi kerak. Tabiiy nimalar hasharotlar bilan. Kimyoviy kurashgacha. Tushunmadim. Kimyoviy kurashga nima tavsiya bera olasiz? Kimyoviy qarshi kurashda uni ham shu nima ko'sak qurti bo'lsa, shu 1 metr kvadratdagi nimalarni soniga qarab shu preparatlardan foydalaniladi. Ko'sak qurtini 1 metr kvadratda hisoblanadimi? Qaysi preparat? Propikonazol, keyin superkonazol, Baraka topsiz kasallikka, zangga qarshi preparatni tavsiya qilyapsiz. Men ko'sak qurti haqida gapiring deyapman. ko'sak qurti. Ko'sak qurtiga kimyoviy qarshi kurashda Indoskar,
Emobektin benzovat asosiy preparatlar. To'g'rimi? To'g'ri. Keyingi savolim. Karantin zararkunandalarini aytib beringchi. Karantin zararkunandalariga sharq meva xo'ri, sitrus oqqanoti, sitrus inlik kuyasi, Kolorado qo'ng'izi, e, e, qalqondor, keyin ko'sak qurti, O'sha qushga kirmaydi, sizdan qiziq nima bo'lar ekan. kartoshka kuyasi, mana shular zararkunandalar hisoblanadi. Kartoshka kuyasi ham kiradimi? Tushunmadim. Kartoshka kuyasi ham kiradimi? Kartoshka kuyasi ham kiradi. O'qigansizmi haqiqatdan ham, to'g'rimi? Kartoshka Kolorado qo'ng'izi, Kolorado qo'ng'izi. Kaliforniya qalqondori, sharq meva xo'ri, sitrus oqqanoti, sitrus inlik kuyasi, keyin yana ikkitasi bor. Komstoq qurti, keyin yana bittasi bor. Mana boshqa savolim yo'q. Agar savollar bo'lsa, marhamat Shomurod aka. Savollar yo'q, faqatgina shu bitta shu menimcha o'qiganga o'xshaydi, lekin qunt bilan o'qimabdi. Harakati bor. Harakati bor, lekin qunt bilan o'qimabdi, ichiga kirmabdi. Yaxshi, mana chiqaring savollarni o'qib, uni lichkangizga jo'natamiz. Sizga komissiya berilgan savollarda e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Boravering, sizga lichkangizga yozib jo'natamiz. Sarvinoz yana bormi? Bormi yana? Murod aka, Shomurod aka. ana bu bitta nomzodimiz yo'lda kelayotganda probkada qolibdi, Zoom orqali ulansam bo'ladimi deyapti. Nima deysiz? Mayli. Bering Zoom ulanib. 12 ta nomzod berishgan, hozir o'shanda 4 ta kiradi suhbatga, 4 tasi. Ha, qolgani kelmadi, uni kutib o'tiribmiz. Shu naborot qayta kechikib ham ketdik, shularni kutib. Kelmayapti ular. Keldimi? Qayerdan ko'rinadimi? Kirgan. Bu qaysiga Sarvinoz? Kirdi, aniqlaylik. Ayting. Keyingi nomzodimiz Xayrullayev Bobur Jahongirovich ayrim sabablarga ko'ra Zoom orqali qatnashyapti. Suhbatga yetib kela olmadi. Ushbu nomzod Ishtixon tuman bo'lim boshlig'i vakant lavozimiga ariza qoldirgan. Hozirda Ishtixon tuman bo'limi fitosanitar nazorati davlat inspektori lavozimida ishlaydi. Ma'lumoti oliy, qishloq xo'jalik ekinlari urug'chilik va seleksiyasini tamomlagan. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Marhamat, o'zingizni qisqacha tanishtiring, oxirgi ishlagan joylaringizni. Qisqa. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Uzr, hozir yo'lda probka bo'lib qoldi. Samarqand shu shahar o'rtasi ulgurmadim.
Men o'zim Xayrulloyev Bobur, Toshkent tuman fitosanitariya inspektoriman. 3 yil, 4-yil ketyapti. Ish faoliyatim olib borganimga. Ish faoliyatim faqat qishloq xo'jaligida ishlaganman. Fermerlar kengashi, o'rmon xo'jaligi, ekologiyada ishlaganman. Hozir endi men karantin inspeksiyasida davom ettiryapman. O'zim sinash uchun boshqarulaman, boshliqligida bir ko'ramiz, shunga topshirgandim. Marhamat, savollar bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. Tushunarli. Makkajo'xori Ovoz. Makkajo'xori? Makkajo'xori zarar kunandalarini sanab bering, eshitildimi? Ovoz kelmay qoldimi? Makkajo'xori zararkunandalarni sanab bering deyapti Bobur. Ovoz boryaptimi Bobur? Ha, endi keldi. Makkajo'xori zararkunandalarini sanab bering. Makkajo'xori zarar kunandalari. Keyingi savolga o'tamiz. Misol keltir. O'zbekiston Respublikasining fitosanitariya talablari qachon tasdiqlangan? Talablari Monitoring Siz- qilib 2021 yilida 55 ta. Tushunmadim. Siz inspektor bo'lgansiz, jarima qo'llagansiz fitosanitariya talablarini buzganligi yuzasidan. O'sha fitosanitariya talablari qachon tasdiqlangan? Jarima qilib nima qilganmiz shu sanasiga qaramabmiz. Kecha ham yozuvdim shuni. Yil 2020 fitosanitariya talablari monitoringga 21 edi. Qaysi qaror shu? 2023 2023 fevralda 147 son. Ya 147 sanasini so'raganingizda nima qilmamda hozir? 147 sonli qaror bilaman uni. Sanasi esimda yo'q edi. U qaror emas, Adliya vazirligini davlat ro'yxatidan o'tkazilgani to'g'risida raqami. Yo unisini u sanasini nima qilmam? Endi jarimaga tortishni nimasi bor u? Yo'q. Uyda dadam boraversin. Keyingi savolim Boburjon, zamburug'li kasalliklar bilan bakterial kasalliklarning farqi nimada? Zamburug'li kasalliklar ovoz. Zamburug'li Zamburug'li kasalliklar bilan bakteriyali kasallik farqini aytib bering deyaptilar. Va bakteriyali kasalliklarni sanab bering. Nima bu? Zamburug'li. bir savol berib olish kerak. Keyingi savolga o'taylik. O'simliklar karantin to'g'risidagi qonunning 4-moddasida nimadir bayon etilgan? 4-moddasi nima ekan? 4-moddasi nima edi? Huquq 3-modda nimasi? Huquq majburiyatlari. Hozir
huquq majburiyatga o'rganish. Ya, 4-moddasi umuman fitosanitariya talablarini tasdiqlash to'g'risida. Keyingi savolim, profilaktik fumigatsiya ishlarini 1 yilda 1 marotaba amalga oshirish qonunning qaysi moddasida belgilangan? Omborlarni 1 yilda 1 marta profilaktik fumigatsiya ishlarini amalga oshirish. O'zini o'zini shu hayot bilmaydim men qaysi Siz inspektor yoddan bilishingiz kerak bo'ladi. Ya, To'g'rimi? bilaman hozir yo'lda shoshib bug'e nima bu kalla nima bo'lasiz joyda sizda hozir ham mana bu nima keldik ertaga asabiylashib bilolmayapman ketib hozir. Endi qo'shimcha savollar mavjud emas. Marhamat Ilyos aka. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Mani Assalomu savolim, alaykum. kamerani yoqing birinchi. Kamera yonig'u Kamera yo'q emas. Birinchi savolim, karantin zarakonini sanab bering. nimani? Karantin zarakonini sanab bering. Ben boshqa bo'laman. Onu kelmayapti. Karantin, Bobur, karantin zarar kunandalarini sana bering. Karantin zarar kunandalarini sana bering. Kamerani yoqing. Obbo, ishlamay qolganmi? Ishlamay Nomrod aka savollar bo'lsa marhamat, men savolim yo'q. qoldi. Hali savollar yo'q. Bobur, berilgan savollarga e'tiroz yo'qmi komissiya tomonidan berilgan savollarga? Yo, shogirdga e'tirozim yo'q, lekin javob berolmay qolyapman. Berolmay qoldim hozir mana nima bu? Mayli, o'rganasan necha vaqt. Yo'q. Ay, Bo'pti, yaxshi. yana o'smay qoldi. Boshqa yana kim bor? Ilyos aka, Shuhrat aka, boshqa nomzodlar yo'q. Labbay. Boshqa nomzodlar kelmabdi. Ranopa endi yakunlayveramiz ha menimcha. Ha, bo'ladi. Nomzodlar bo'lmasa, Mayli, o'sha- rahmat hammaga. katta rahmat hammaga. Ranopa sizga ham katta rahmat. Xo'p. Rahmat, sog' bo'linglar, Shomurod aka. Rahmat. Assalomu alaykum.